Safargi shirinligimiz ustlari qattiq, ichlari yumshoq merengli, apelsin ta'mli tvorogli pirog tayyorlaymiz. Buning uchun elangan unimizga muzdekkina sariyog'ni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Retseptda ko'rsatilgan masalliqlarimizni ketma-ket solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirni qo'limizda listimizga 10 so'nggina yoyib olamiz. Xamirimiz chetlarini chiqarib olib, nachinkasini tayyorlaymiz. Frukt tvorogimizga vanilli saxar, apelsin sedrasi, shakar, dona tuxum solib, yaxshilab aralashtirib, tayyorlab qo'ygan xamirimiz ustiga solib, 180 gradusda 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ustiga bezelarimizni tayyorlab olamiz. Oqini qattiq holga kelguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. So'zdan shakar solamiz. Shakarlari eriguncha 10-15 daqiqa yaxshilab ko'pirtiramiz. 5 tomchi limon suvidan solib, yana 2 daqiqa ko'pirtiramiz. Nazotkali qolipimizga solib, shakl berib, yana 110 gradusda 1 daqiqada bezelarimiz tillarang tusga kirguncha pishirib olamiz. Mazali pirogimiz tayyor. To'liq retseptni video tagida qoldiraman.